Jangchilar, Ijevskda qor boshlandi. Mayin. Kuchli emas. Men sezayotgan bo'lsanglar kerak, mana ekranga qarasanglar, mayin bitta-ikkita tashayapti. Mayin. Qattiq boshlanguncha nima qilib olishim kerak? Mana yerda bitta kuchuk bachcha bor ekan. Kuchukni o'zi bilan olib yuribdi onog'ir. Ana. Mashinaga solib olib yuradi bular. Dardashadimi bilmayman, it bilan gaplashadimi? Yaxshi ko'radi-ku bular kuchukda. Shunaqa gaplar. Xudo xolasa endi qor qattiq yog'ib, yerlar muzlaguncha Rossiyadan chiqib olishim kerak inshaalloh. Qolgani tinch. Qorda hech yurmaganman qishda. Xudo xolasa inshaalloh Allohning quvvati bilan qorlardan ham o'tib olamiz. Shunaqa master hali professional shofyorlarimiz bor. Polni bir qarz qorda yuradi. Mashinani ko'tarib o'ynatib. Qoyil qolaman ularga. Hayotini xavfga qo'yib, bola chaqa boqaman deb erkak kishining boshida hamisha xavf xatar bilan bola chaqa boqiladi. Maza qilib pul topgan erkak kishini ko'rganmiz. Bunaqasi bo'lmaydi.